Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun IDC to'plam 3-mavzu 66-misolni ishlab ko'ramiz. Masala sharti 8-25 kesmada 21 bilan o'zaro to'p bo'lgan sonlar nechta? Mana shu masalani ishlab ko'ramiz birgalikda. Ketma-ketlikda bajaradigan ishlarimiz: birinchi 8-25 kesmada nechta sonlar borligini topib olamiz. Ikkinchi, mana shu kesmada 21 bilan o'zaro umumiy bo'luvchiga ega bo'lgan nechta son bor? Ularni topib olamiz. 25 dan 8 ni ayirib 1 ni qo'shadigan bo'lsam, 8 dan 25 gacha bo'lgan oraliqda nechta son borligi kelib chiqadi. 25 dan 8 ni ayirsam 17, 1 ni qo'shsam 18. 18 ta son bor ekan. Endi 21 bilan o'zaro to'p bo'lgan sonlarni izlayapman-ku. Shuning uchun 21 bilan umumiy bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarni topib olishim kerak. Buni qanaqa topaman? 21 ni birinchi to'p ko'paytiruvchiga ajrataman. 3 ko'paygan 7. Mana shu oraliqda 8 dan 25 gacha bo'lgan sonlar orasida 3 ga yoki 7 ga yoki 3 ga ham 7 ga ham, ya'ni 21 ga karali bo'lgan sonlar 21 bilan o'zaro to'p sonlar bo'lmaydi. Biz ularni topib olamizdagi umumiy sonlar sonidan ayirib tashlaymiz. Birinchi 3 ga karali bo'lgan sonlar nechtaligini topsam, buni mana bu formula bo'yicha topardik. 25 ni 3 ga bo'laman, ayiraman 7 ni 3 ga bo'lganimdan. To'rtburchak qavs bu butun qismni olamiz deganimiz. 25 ni 3 ga bo'lganim, mana shu 25 ning ichida nechta 3 ga karali son bor? O'shani topyapman. Endi nimaga 7 taqsim 3 ni ayirdim? Chunki bizning oralig'imiz, intervalimiz 8 dan boshlanyapti. 8 gacha, ya'ni 7 ta raqam ichida nechtasi 3 ga karaligini topib ayirib tashlayapman. 25 ni 3 ga bo'lsam, butun qism 8 ga teng, 7 ni 3 ga bo'lsam, butun qismi 2 ga teng. 8 dan 2 ni ayirsam 6. Endi xuddi shunaqa tartibda 7 ga karali bo'lgan sonlarni topamiz. 25 ni 7 ga bo'laman, ayiramiz 7 taqsim 7. 25 ni 7 ga bo'lsam, buning butun qismi 3 ga teng, 7 ni 7 ga bo'lsam 1. 3 dan 1 ni ayirsam 2. Endi ham 3 ga ham 7 ga, ya'ni 21 ga bo'linadigan sonlarni topamiz. 25 taqsim 21 ayirilgan 7 taqsim 21. 25 ni 21 ga bo'ladigan bo'lsam, butun qismi 1 ga teng. 7 ni 21 ga bo'lsam, butun qismi 0 ga teng. Demak, faqat bitta 21 ga karali bo'lgan son mavjud ekan. Endi 3 ga karali bo'lgan sonlar 6 ta, 7 ga karali bo'lgan sonlar 2 ta, 3 ga ham 7 ga ham karali bo'lgan sonlar bitta ekan. Mana bu 1. 21 ga karali bo'lgan sonlar soni 1. 3 ga ham 7 ga ham bo'linganligi uchun mana bu 3 ga bo'linadiganlar ichida ham bor. Mana bu 1, 2 ning ichida ham mana shu 1 bor. Men endi nima qilaman? Jami 21 bilan o'zaro bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarni topayotganimda 6 ga 2 ni qo'shib, mana shu umumiy bo'lgan 1 ni ayirib tashlayman. 8 7. Demak, 21 bilan o'zaro umumiy bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar soni 7 ta ekan. Bizga nima kerak edi? 21 bilan o'zaro to'p bo'lgan. O'zaro to'p degani bitta ham umumiy bo'luvchisi yo'q bo'lgan sonlar. Umumiy bo'luvchisi borlar 7 ta bo'lsa, jami sonim 18 ta bo'lsa, o'zaro to'pi nechta qolyapti? 18 minus 7 tenglik 11. Masalaning javobi 11 ekan. 21 bilan o'zaro to'p bo'lgan 11 ta son mavjud. 8-25 intervalda. Hammaga rahmat.